Quyosh botoni yaqin biza soat 6:30da Hafta bozordamiz. Sababi bu yerdagi skidkani hozir sizga aytib o'tmasak bo'lmaydi. YouTube kanalimiz uchun syomkaga keldik. Nadirbekning do'konida, ya'ni Mansur akaga. Assalomu alaykum. Bularni bizlarning YouTube kanalimizdan ko'rib kelatan bo'lsalar, necha so'mdan aytib berasan maksimal bitar yeri? Seni ko'rib kelib turgan bo'lsa 10 ming so'mdan hammasini olib ketishim mumkin. 10 ming so'mdan xalaganini. Xalagan oyoq kiyimingizni kelib 10 ming so'm, atiga 10 ming so'm o'zini xarid etishingiz mumkin. Endi bir o'ylab ko'ring, oxirgi marta yaqin 3 yillikda bozorda bunday baholi bo'lmagan 10 ming so'mdan kelasiz, xohlagan oyoq kiyimingizni bolangiz uchun ham o'zingiz uchun ham xarid etishingiz mumkin. Bu kiyim oyoq kiyimlarni ko'rib turib aytishingiz mumkin. Buni bir ko'chaga kiyib bo'lmaydi-ku desangiz, orqa oyoqda kiyuvga, yo bir ham bu yoqda bir ishchagan vaqtingiz kiyibsiz. Glavniysi 10 ming so'mga hozir kelib turib, bosing buni, videoga bir like bosib qo'ygan bo'lsangiz, keyin YouTube kanalimizga podpiska bosib qo'ygan bo'lsangiz, shuning o'zi yetarli. Kelasiz, like bosganni, podpiska bosganni ko'rsatadilar, 10 ming so'mdan berasan undan Nadirbek. Bo'ladimi? Esa keyin trikolarni, ko'zdan qara axir. Trikolarni necha so'mdan qo'yib berasan? Trikolarni 20 ming so'mdan qo'yib beraman. 20 ming so'mdan beri. Ko'rib turgan trikolaringizni 20 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Like bosasiz, podpiska bosasiz, shuning o'zi yetarli. Sababi yana bir marta eslatib o'taman, har narsani aytganda qayta bir narsani ta'kidlab turibman. Sababi bular bilan men o'zim gaplashib kelishgan holda like bosib turib, podpiska bosib keladigan obunachilarimiz uchun deb maxsus so'rab qo'ydirib o'tirman. Shuning uchun qayta eslatib o'tirman. Sababi video ko'rib turib, lekin like bilan podpiskani bosmagan bo'lsangiz, bu aytib o'tgan skidkimiz amal etmaydi. Shuning uchun imkoniyatni qo'ldan chiqarmang. Bir so'm bo'lsa-da o'zlarimizning uyoqning odamlarına plus bo'lsin deb turib aytib o'taman. Trikolarni kelasi saga 20 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. 20 mingga triko, 10 ming so'mga oyoq kiyim va bu bilan cheklanib qolmay, bu yoqda keyin dvoykalardan necha so'mdan qo'yib berasan. Bu dvoykalardan necha so'mdan berasan? Bu dvoykalarni 120 ming so'mdan beraman. 120 ming so'mdan berasan. Bizlarning YouTube kanalidan ko'rib keladigan bo'lsa, yonda nuni qo'shib berasan. Like bosib, podpiska bosib kelganlarga. Podpiska bilan like bosganga men shu ko'rib turishingiz mumkin. 50 ming so'mlik mana futbolka yanına bonus bo'ladi. 50 ming so'mlik futbolka ham 120 ga shunda dvoykaning ichida. 120 ga ham osti-usti dvoykani, ham 50 ming so'mlik futbolkani qo'shib olishingiz mumkin. Oddiy aytib aytadigan bo'lsak, 120 ming so'mga 3 v 1 bo'ladi. Xo'p, bu oyoq kiyimlardan necha so'mdan berasan? Bu oyoq kiyimlar eng qiziq bahada 20 ming so'mdan xarid etishim mumkin. 20 ming so'mdan? Bunalarni 20 ming so'mdan berasizlarmi? Agar senga podpiska bilan like ni bosib qo'ygan bo'lsa, 10 ming so'mdan beraman. 10 ming so'mdan? 10 ming so'm. Yaga, bunalar 10 ming so'mdan, 10 ming so'm. 10 ming so'mdan qarang, nularni olishingiz mumkin 10 ming so'm evazini. Bunani ham bu yoqdan ko'rasiz, buni ham. Undan so'ng bu yoqda buni voyaga 10 ming o'zi menda slovarimda so'z yetishmayapti buni ta'riflashga. 10 ming so'm evazini kelib turib shunda oyoq kiyimlarni xarid etishingiz mumkin. Bizlarning YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, shuning o'zi yetarli. 10 ming so'mga kelasiz, Hafta bozorida Mansur akadan shu yerda ko'rib turgan barcha oyoq kiyimlaringizni atiga 10 ming so'mga xarid etishingiz mumkin. Hozir men bilan yuring, sizga buyurdim manzilini qisqa va oddiy etib tushuntirib berib ketaman. Shunda menimcha 26 aprel, yana bir marta esataman, 26 aprel eldimizdagi bozor kuni kelib ulgurib qolishingiz kerak. Faqatgina birgina kun shu narxda bo'ladi. Azonginchada ochiladi do'kon Nadirbek. Azongi vaqt soat 8 da ochiladi do'stim. Kechqurunchagacha bo'ladi. Kechqurun soat 5:30 gacha bo'ladi. Azongi 8 dan kechqurungi 5:30 gacha bu yog'imiz sport shkol. Sport shkoldan to'g'ri kelaverish, asfalt yo'l. Bu yog'imiz esa Hafta bozorining orqa darvozasi bo'ladi. Endi podpiska bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi lekin 10 mingdan tuflilar, 10 mingdan topchikilar, 20 ming so'mdan trikolar, 120 mingga ham dvoykasi, ham futbolkasi ichida variantlar. Menimcha bundan ortiq imkoniyat bo'lmaydi. Har doim mening obunachilarim uchun shunday zo'r imkoniyatlar topib beraman. Shuning uchun hali obuna bo'lmay qo'ygan bo'lsangiz, endi obuna bo'lib qo'yish vaqti keldi. Pastda podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying, afsuslanmaysiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Har doim siz uchun shunday biruniyning ichida o'tirgan hamma yangiliklardan birinchi bo'lib ko'rsatib borishga harakat etamiz. Rahmat.